duo qilyapti, chiroyli. Amin. Lekin ishlarimizga Xudo rivoj bersin. Mana bizga kelayotgan kelin bo'lib, bash xonadonga qiz bo'lib tushib, ikkovlari kelin kuyovlar baxtli, saodatli bo'lsin. Xonadonimizda uzoq yillar shu tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Xonadonimizdan fayz baraka arimasin. Nimaiki ish qilayotgan bo'lsak, Xudo nazar tashlab shu ishlarimiz doimo oldiga yuraversin. Bu qantayn o'g'ri o'ttasini yetmay qoldi stolga. To'ylar xalqimizning juda qadimiy urf-odatlarini mujassam etib kelayotgan bebaho milliy merosdir. O'zbek xalqi azaldan dovrug'i 7 mahallaga yetadigan to'ylar qilishni juda yaxshi ko'radi. To'y bahonasida yelib yugurib, topganini yillab yiqqanini el oldiga qo'yadi. To'ylar farovonlik, tinchlik, mehmondo'stlik ramzidir. Bu ikki oshiqning baxt tantanasi ularning kelajagi, olam va odam boqiyligi ramzidir. To'y xalq orzu umidlari ifodasidir. Bu oilaviy tadbir bo'lsa-da, buni el illat o'tkazadi. Bir xonadonning quvonchini butun mahalla ko'y, barcha do'st va birodarlar baham ko'radilar. To'y shu birgina so'zda olam ma'no mujassam. To'y bu ikki yoshning bahori, bu ikki qalbning bo'lg'usi bahorlarining kutish aftidir. To'ylar bir umrga esda qoladigan unutilmas shodiyona damlar. Hayot kular quyosh nurida, gullar mangu tortajak bo'l. To'ylar ko'pdir inson umrida, eng shirin shunday nikoh to'y. Ziyarligidan kengga keng dunyoni ko'p torligidan
hiç yalnız kalmasın adam. Yar do'st qadriga yetmoqlik farzdir, yaxshilar udumin tutmoqlik farzdir. Ketarda iymon but ketmoqlik farzdir. Dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam, dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam. Hayotga hech kimni qo'ymagan bog'lab, yaxshidir kelsalar holing so'roqlab, oxiri ortingdan qolsalar yig'lab. Dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam, dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam. Ey karim Allohdir yolg'izga panoh, shafoat aylagay Rasuli Xudo. Qul oching bizlar ham aylaylik duo. Dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam, dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam. Mayli quyosh so'nib oy tutsa motam, mayli nadomatga ko'milsa olam, mayli yuraklarning tirnasin alam. Dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam, dunyoda hech yolg'iz qolmasin odam. Dunyodan o'tdi jamiki beku sultonlar, qarov yerga nihon bo'ldi hamma kokil parishonlar. Namardonlar fano bo'ldi bu dunyodan musulmonlar, qarov yer ostiga kirdi hamma xon bir lahoqonlar. G'animatdir birodarlar ki bizga ushbu davronlar. Ajal bog'li bahori umrni oxir xazon qildi, ko'ngilni bulbuli ushbu alamlardan figon qildi. Jamiki ahli olamni yurak bag'rini qon qildi. Na odamlarni do'stlar bu o'lim bexonimon qildi. Ajalli dastidan hech kim qutulmas ey musulmonlar.
deb avval bu olamni bino qilding. Bu dunyo mehrini ushbu ko'ngillar ichra jo qilding. O'limni sababdan odamiyga oshino qilding. Ajalni tig'i birla barchani ko'ksini yara qilding. Tabiblar topmadilar bu o'lim dardiga darmonlar. Dunyodan safar qildi o'shanda Ahmadi Muxtor. O'limga chora yo'qdir chunki deydi Xoliqu Jabbor. Agar ming yil tirik yursang o'larsan oqibat ayyana. Ko'ngil berma bu dunyoga birodar, barchasi bekamor. Bu dunyo hasratidan yerga kirdi ko'p musulmonlar. Bu dunyodan o'tib ketdi o'shanda shohidi Barno. Chaman ichra gul qolg'ay nashobi bunchayrana. Giribon chok eti gul g'unchalar satqoq va vaylo. Bo'lib yordil judo bu mashrabi shuriday shaydo. Nadib tur ey musulmonlar, xazon bo'ldi gulistonlar. Bo'lib yordan judo bu mashrabi shuriday shaydo. Nadib tur ey musulmonlar, xazon bo'ldi gulistonlar. Dariqon dunyodan o'tdi jamiki beku sultonlar. Qaro yerga nihon bo'ldi hamma kofir parishonlar. Namardonlar fano bo'ldi bu dunyodan musulmonlar. Qaro yer ostiga kirdi hamma xonlar xonlar. G'animatdir birodarlar ki bizga ushbu davronlar. Sana göreyim. Ne yürüyor? Tamam. Hayır. İkram. Sahra yok. Ver ama. Evet. Yeniler. Selamünaleyküm. Selamet. Görüşürüz.
Şöyle değil. Zapatek şöyle. Geyler. Koyla taşasın. Şöyle ki. Ötölere. Sen orada. Gel öyle aşağıda yine bak orası sen. Keşke. Hayır. Gel, esnaf geç. Yaxshi misli. Ha, qarang. Yaxshi misli. Gel. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Okuyan dualarına kılınca inşallah bu sahabına, şu handanlıktan dualarına, bu rahmetle ata-analarına, vay bakanlarına, umutlarına, hıfzın bakanlarına, Allah'ın dualarına hamdan kula rahmetle olsun. Cayları cennet olsun. Bana uzun perverdiga ömürler gösterip bugün harikada oldu. Hem dualarını sağ olun. O perdelerini perverdiga vakti sağlar getirin, hamdan ısmardan olsun. Perverdiga her şu handanlarına Türkiye'den devletler halktan dedi. Yosh kelinkilardan dua qilaylik. Aydan Allohga ihtiyojga baxtli ato qilsin. Allohga sabr. Allohga sog'lik, ofiat, farzandni ato qilsin. Rahmat hamdalaringga. Rahmat. Hani?
Kuda ichki zilashinga. Abba, ilon düşüp şu an hatta. Kim yengin ilon düşüpçi? Hozir qaytib kelaman. So'p qopdi. So'p qopdi. Osh düşümü getirin. Hadi gelin. Sağ olasın. Choy. So'tda rakamdan kelganman. Choy bor ekan bunda. Yo'q ya. Choy yangi ekan. Xo'p. İşte şey yapalım. Peki, paypan. Kita mulai. Sama ini ada tuh. Kondisi sekarang dengan mahal, yani